1 minut videoni o'tkazib yubormang. Tayyormi aka? Tayyor, deya. 8 ta. Voy, okajonim, qo'lim kuyyapti. Bitta buni ko'rib olmasangiz bo'lmaydi. Shashliklarimiz nima deyapti? Yeb, muxlislarimiz kompot bo'lib qolishyapti qiymalarimizga. Narxi 20 ming so'm. O'zim aytgandek, tez orada yengilliklar bor, xudo xolasa. Yangi yo'l bo'ylab Liboy joyiga yetkazib beramiz. Faqat katta haj Qurbon hayitdan keyin, chunki hozir mana yo'llar juda qattiq probka bo'lyapti, remont bo'lyapti. Sekin xodimlarni ham tayyorlab boryapmiz. Ungacha ozgina sabrli bo'lib turinglar, arenddan yeb turinglar, arend taksidan keyin o'zimiz xudo xolasa tez, sifatli, mazali qilib yetkazib beramiz. Mana qarang buni mana 20 ta qiyin. Okajonim shuni ustini artib turing. Saboy qo'raman. Qarang, idishga ham qolib bo'lib joylashadi-da. Bizada 5 minglik, 6 minglik, 7 minglik, 10 minglik shashlik yo'q. Qiymamiz 20 ming so'm. 18 mingdan boshlanadi. 25 ming so'mgacha yaxshi, mazali, sifatli, bemalol, bexotirjam yeydigan shashliklarimiz bor. Xo'jonim bo'ldimi? Mana ko'ryapsiz. 20 ta, 30 ta, 40 ta, 50 ta, 100 ta muammo emas. Shashlik yeyishni niyat qildingizmi? Qattiqroq variant okajonim? Savdogar. Hammalarni kutib qolamiz. Okajonim bosing. Piyoz отдельно mana piyozi bilan. Ketadi. Haytgancha ish vaqtimiz 7 dan 22:00 gacha bemalol bexijolat kelaverasizlar.